Qanday ortopedik yostiq tanlashni bilmayapsizmi? Ortopedik yostiqlar bir nechta turlarga bo'linadi. Asosan biz ko'proq ishlatadiganimiz bu bolajonlarimizga xos bo'lgan ortopedik yostiqlar. Ortopedik yostiqlarimizni tanlashda avvalambor bolani yoshiga, uni bosh shakliga jiddiy e'tibor berishimiz kerak. Vaholanki yostiqlar shu kriteriyalar bo'yicha individual tanlanishi lozim. Birinchi turdagi ortopedik yostiqlarimiz bu 1-3 oylik bolajonlarimiz uchun mo'ljallangan. Ikkinchi turdagi yostiqlarimiz bu 4-8 oylik bolajonlar uchun mo'ljallangan. Uchinchi turdagi yostiqlar esa 9 oydan yuqori bolalar uchun mo'ljallangan. Qolgan turlar esa katta odamlar uchun mo'ljallangan bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari, qiyshiq bo'lnikni davolashda ishlatiladigan maxsus ortopedik yostiqlarimiz ham bor. Agar siz farzandingizni boshida yassilik, pachoqlik, egirlik paydo bo'lishini xohlamasangiz, albatta ortopedik yostiqlardan foydalanishingizni tavsiya etaman.